Salomat bo'linglar. Endi esa davramizga shogirdlarimizni qarsaklar bilan chaqiramiz. Marhamat. Men ham ustoz bo'lib qoldim. Bular meni o'quvchilarim. Assalomu alaykum. Mana shu konsertga aynan Nodir qiziqni, ya'ni meni ko'raman deb tashrif buyurgan aziz muxlislar. Jizzaxliklar kelibdi. Aka, bor odamga salom bering iltimos. Nima qilasiz, yo'qlar bilan salomlashib. O'zingiz qoillatingchi. Assalomu alaykum. Konsert boshlangandan beri qachon shu shogirdni Diyorjon chiqarkina deb meni chiqishimni intig'lik bilan kutgan aziz muxlislar. Diyorjon. Diyorjon, shuni cho'zib o'tirmasdan assalomu alaykum qarindoshlarim deb qo'ysangiz bo'lmasmi? Qarindoshlar kelganmi? Qarindoshlar bor, lekin birinchi, ikkinchi qatorlarda o'tirishibdi. Birinchi, ikkinchi qatorda seni qarindoshlaring bo'lsa, birinchi qatordan balkongacha bo'lgan hamma meni qarindoshlarim. Muxlislaringiz qarindoshlaringizmi? Muxlislar, har yil konsertga kelganiga qandosh bo'lib ketar ekanda? Ustoz, shuncha qarindoshingiz bormi? Hammasi qarindosh. Hammasi qarindosh, ha? Hammasi. Bo'lmabsiz siz ham. Nega? Qoyil qolmadimi? Hech zamonda odam o'zini qarindoshlariga ham pulga bilet sotadimi ya? Ay. Sen tushunmading. Bular meni haligi to'yimga to'yana olib kelgan bular. Bu to'y, bu konsert to'y. Lekin sizchalik to'yana yig'adigan to'ychini ham birinchi marta ko'ryapman, bor ustoz. Ustoz. Mana bu nima deydi? 2 barobar qimmatga bilet olib kirgan qarindoshlar qanaqa qarindoshlar? Ular meni boyvachcha qarindoshlarim. Ular pulga qaramaydi ular. Mana balkondagilar qanaqa qarindosh, balkon? Balkon. Ular meni uzoq qarindoshlarim. Olisdagi yaqinlarim. Taklifnoma olib konsertga kirgan qarindoshlar qanaqa qarindoshlar? Xotin tomonidan qarindosh bo'ladi. Havasda ustoz, sizga lekin havas qilamiz. Lekin ustoz, bitta gap aytaman, konsertda bizni chiqishimizni kutadigan muxlislar ham bor ekan. Bor. Rostdan bor ekan. Nos chekadiganlar, tashqariga chiqadiganlar kutadi sizlarni. Ya ustoz, rostdan bor. Bor. Mana o'tgan yili 10 yillik yubiley konsert YouTube'ga chiqdi-yu. Kommentariyani o'qisam bittasi yozibdi. Konsertni ko'rdik. Shogirdlari ustozdan ham o'tkazib yuboribdi. Ko'rdik deb yozgan. Men ham o'qidim. Shogirdlari ustozidan o'tkazib yuboribdi. Ko'rdik degan. O'qidim. Ana. Men ham o'qidim. Ana, o'qitdi. Sirdaryolik bolami? Sarvarmi? Ha? Unaqa demagan u. Nima degan? Shogirdlarini o'tkazib yuborib ko'rdik degan. Mendan so'ranglar, men bilaman. Bo'pti, sizlarni bir aql zakovatinglarni bitta sinab ko'ramiz. Ha? Mana masalan, Nodirjon, sizga bitta savol. Dadangizning o'g'li bor. Xo'p. Bugun siz dadangizning o'g'li bor-da. Bo'pti. Akangiz emas, ukangiz emas. Kim? Endi ustoz bilmadim. Siz bir narsani bilsiz, ayting, dadam bunaqa odati yo'q lekin. Dadangizga ishonmayapsizmi? Ya endi bir oila ajrashib ketmasin deyapman-da, bilsiz ayting mabodo ustoz endi. Ey, Dumbul, dadangizning o'g'li, akangiz emas, ukangiz emas. Kim? Kim bo'lishi mumkin? Kim endi? Ayting, siz aytyapsiz. Siz. Xalq ham bilib turibdi, siz. Xo'p. Akasi ham, ukasi ham bo'lsa o'zingiz. Xo'p. Tushunmadingiz. Diyor, sen tushunding? Ha, tushundim. Dadangni kelmadi, yetib kelmadi. Dadangni o'g'li bor. Akang ham emas, ukang ham emas. Kim? Nodir aka. Ha? Hozir aytdingiz-ku. Rahmat, senga kecha ham yetib kelmagan ekan. Xo'p, sizlarga boshqa savol beraman. Boshqa savol beraman. Masalan, Yevropada xotinini yaxshi ko'radigan, xotinini avaylaydigan erkaklarni gentleman deydi. Aha. Biz o'zbeklarda unaqalarni nima deydi? Xotin quli deydi. Ustoz, Maxtun quli nima deydi? Gentleman degan nima degani o'zi? Gentleman. Xotinini avaylaydi deyapman-ku. Xotinini avaylaydigan gentleman, ha? Demak, men ham ustoz gentleman er ekanman. Yo'q-e? Ha. Qanaqasiga? Yaqinda yomg'ir yog'di-yu. Keliningiz bilan ko'chada edik. Yomg'ir yoqqan payt keliningiz tepasida yarim soat zontik ushlab turdim. Gentlemanmanmi? Shunaqami?
Gap yo'q. U kelin nima qildi yarim soat ko'chada? Mashinani balonni almashtiryapti. Ha, siz jep jentelmen ekansiz. Ha, topolmadinglar a? O'tirganlar ham topolmaydi. Yevropada bunaqa erkaklarda jentelmen deydi. Bizda o'qitilgan deydi. Issiq sovuq qilingan deydi. Zo'r ekan lekin. To'g'ri lekin. Endi unda qilamiz shogirdlar bilan. Diyorjon, Nodirjon. Hop. Endi sizlar borku mana xalqni kuldira olmasanglar, chiqib ketavergansizlar-da, chala-pulcha qarsak bilan ham. Hop. Bunaqa qilish yo'q endi. Hop. Mana shu o'tirganlar kulsa latifelarga, qarsak cholsa hisob. Agar o'tirganlar kulmasa, adjimaniya qilasizlar. Kelishdik. Men shunaqa qilib o'rgatmasam, bularni o'rgatib bo'lmayapti. Sharti bor. O'qituvchilar, to'g'ri qilyapmanmi? Mana shunaqa qilib o'qitish kerak bu yoshlarni. Savol bor. Sizga ham shart bor. Nima shart? Qancha kulish kerak bizda? Yarmi kulsa ham hisob. Yarimmi? Ha. Ana yengillik. Bitta narsa qo'shamiz. Nima? Siz ham latifa aytasiz. Ha. 90% kulsa hisob. Ha. 90% dan kam odam kulsa, siz ham ajmaniya qilasiz. Ha? Qarsak chalishyapti mana. Bizga 50, sizga Mayli, 90. mayli. Muxlislar rozi. Ha, meni muxlislarim gapirmasa ham kuladi-yu. Meni muxlislarim. Haqqoniy bo'lsin. Bitta kul beringlar, bitta qarsak chal beringlar. Ana oldingilarni hisobidan. Ana, men tayyorman. Muxlislarim men bilan boshla. Bir 70 ga kirgan otaxon bor ekan. 70 ga kirganda farzandli bo'libdi-da. U otaxon shofyor ekan. Kim bilan gaplashsa, mashinan tilida, texnikan tilida gaplashar ekan. Raddomga boribdi. Doktor so'rabdi, "Otaxon, 70 ga kirganda farzandli bo'ldingizmi?" desa, otaxon ham, "Ha, bolam 70 ga kirganda zapchashli bo'ldim. Men har 6 oyda o'zimni tekshirtirib, texosmotrdan o'tib turardim bolam. Oilamga birorta ham xiyonat qilmaganman, o'ngga chapga yurmaganman, faqat to'g'riga yurardim. Yilimga e'tibor berman. Meni yilim eski bo'lgani bilan motorim yangi" debdi. Desa, doktor so'rabdi, "Otaxon, bitta motoringizni moyin almashtirib yuboring" debdi. "Nimaga bolam? Chaqaloq negir tug'ildi-yu." Yaxshi. Ha, Diyorjon, boshla. Yana. Ana. Vaqtida tan olish ham mardlik. Ana. Ana. Qutuldi. Endi bemalol anekdotni aytaver, kulmasa ham mayli. Aytaman, hazillashdim-da. Ertalab avtobus ayni tiqilinch payti yigit bilan qiz avtobusga chiqayotganmish-da, sevishganlar. Yana bir-biriga iltifot qilayotganmish. Yigit qizga qarab, "Chiqing jonim." "Yo, o'zingiz chiqing jonim." "Chiqing jonim." "Yo, o'zingiz chiqing jonim." Ayol kishining hurmati baland bo'ladi, "Chiqing jonim." "Erkak kishining farishtasi ulug' bo'ladi, chiqing jonim." deb tursa, orqada bir saksonga kirgan otaxon yarim qop guruch ko'tarib turganmish-da. Yigit quloqni tagidan qars etib qo'yibdi-da, "O, nomard, oldin o'zing chiq, keyin joning chiqsin sani" demiş. Ana. O'tdik. Endi sizning navbatingiz. Menikimi? Sizga qancha kularsiz? Sirkda bitta qiz chiqib ketdi-da. Ha. Haliga kiyinib-kiymay chiqishadi-ku. Va sirkda normalni. Mana boksda chiqadigan qizlarga hayron qolaman men. Mana shu 4-raund deb qo'ysa bo'lmaydimi shu qizni chiqarmasdan? Momda qilib chiqib qolishadi. Shularga keliningiz nima ish qiladi, siz nomer ko'taradi deydimikin? Xullas, bitta qiz chiqib ketdi sirkda. Ana! Chiqqan ekan bu yoqdan 350 kilolik sher chiqibdi. Ha. Qiz og'ziga konfet sopdi-da, og'zidagi konfetni sherga yediribdi. Hali to'yda kelinlar qaynonasiga qand beradi-yu. Boshlanish shunaqa bo'ladi-yu. Bitta alkash o'tirgan ekan sirkda. Nimasi xavfli? Men ham qilaman shuni debdi. Bu aka o'lib ketasiz, buni sher quturgan desa, "Ya, men ham qilaman, hech xavfli joyi yo'q. Konfetni beringlar" debdi. Shun konfetni og'ziga sopdi-da, "Sherni ichkariga olib kirib turinglar" debdi. Qizga bermoqchi ekanmi? Sherni rolini o'ynamoqchi ekan u. Bu
bo'lgan voqea ham bo'ladimi? Bo'ladi. Latifa bo'lish shart emas. Shart emas. Bilasiz-ku, 27 yoshimda uylanganman. Kechuvlarni Qizlarga gapira olmasdim ustoz. So'rogingiz o'tib qoluvdi. Ha, so'rogim o'tib qoldi. Qizlarga gapira olmasdim. Sahnada yaxshi gapiraman, qizlarga gapiraman. Men sizga o'rgatuvdim-ku. Qizlarni ilishtirishdan osoni bormi? Ismini o'zidan ilintirib olsa bo'ladi-yu. Nima qilib? Mana ismingiz nima deysiz? Meni ismim Shirin desa, men Farhodman deysiz. Meni ismim Layla desa, men Majnuningizman deysiz. Meni ismim Kumush desa, men Otabekman deysiz. Oson-ku. Ustoz. Bo'lmadi. Men Jizzaxda qilib ko'rdim. O'rda bog'ida ketyapsam, bitta chiroyli qiz kelyapti. Yosh qiz, ismingiz nima desam, Ibodat dedi. Shoshib qolib nima deyishni bilmasdan, meniki tahorat dedim. To'g'ri kelibdi-yu. Diyorjon. Hisob, buniki hisob. Ikkita quda, ayol quda telefonda gaplashayotganmiz-da. Qudalar bir-biri bilan. Alo. Qudajon, o'tgan kuni uyga mant qilib kelgandingiz. O'sha mantini qanaqa qilib pishirgandingiz? Voy, quda, bilasiz-ku, qo'lim shirin, pazandaman. Yo'q, qudajon, o'shanga nima qo'shgandingiz? Yo'q, qudajon, ayta olmayman. Pazandalik siri bu. Quda, iltimos, ayta qoling, nima qo'shgandingiz mantiga? Yo'q, qudajon, ayta olmayman. Pazandalik siri bu. Agar yana qilib bering desangiz, qilib berishim mumkin. Yo'q, quda, iltimos, ayting. 3 kundan beri oilaviy infeksionida yotibmiz biz durmush. Yaxshi. Endi sizniki. Endi men bu boshlang. bitta otaxon baliq tutyapti-da. Baliq oltin baliq ekan. Oltin baliq otaxonga aytibdi: "Otaxon, meni qo'yib yubor. Men oltin baliqman, $10,000 beraman" debdi. Otaxon baliqni olib paqirga tashlab qo'yibdi. Endi bu meni yeydi shekilli deb qo'rqib ketibdi. Otaxon, meni qo'yib yubor, $50,000 beraman degan ekan. Otaxon olib borib baliqni rakvinida yuvayotganmish. Baliq bor-ku, otaxon, meni qo'yib yubor, iltimos. Oltin baliqman men. $500,000 beraman. Ota. 6 ta bolam bor, otaxon. 250 gram go'shtim bor. Men bergan pulga baliq fabrikasi qursang bo'ladi. Degan ekan, otaxon baliqni pishirib yeb qo'yibdi. Hech narsa emas. Ajiman ya. Kulmadi. Kuldi-yu. Kulmadi, yo'q. Kuldi. 10% kuldi, o'zi 10% emas, ichida kuldi-da. Yo'q. Ustoz, Keling, kostyum. Ko'ramizmi? Ko'ramizmi? halol bo'lsin, ajiman. Halol bo'lsin. Gapingiz. Eshit, Bitta gapda turing. eshitinglar. Latifa tugadi. Eshit, davomi Tugadi? bor. Yedi, Latifa tugadi. Davomi bor. Yo'q. Bor. U otaxon garang ekan, baliqni gapini eshitmagan ekan. Ustoziga o'rgataman deydi ya. Shogirdlarga qarsanglar bo'lsin. Nodir qiziq, Diyorjon Faxriye. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kamchiliklar yo'qmi? Choy-poyga qarashyaptimi? Sog' bo'linglar. Konsertimizni mana shu joyini o'zim ham yaxshi ko'raman. Mana shu joyini o'zim ham yaxshi ko'raman. Eng yaxshi ko'rgan ijodimdagi repertuarlarimdan biriga aylanib qoldi shu narsa. Shuni aytib beraman hozir sizlarga. Bitta qarsaydan keyin. Zaryad. Aziz Bahki, bittasi qolib ketibdi. Ey, alpaymi qo'ygura. Bunga ham bitta qarshi chalib qo'ylar bu. Eng uzun shogirdim Bahki. Bu bitta aytadi, ko'p aytmaydi bu. U bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degani mana shu. Betiga qarab tursanglar, gapini eshitish ham shart emas. Aytgin-da. Er-xotin choy ichib o'tirganmiz. Aytaver. Choy ichib o'tirganmiz-da, xotin aytdi. Dadasi, "Ha, xotin, bugun tush ko'ribman. Tush ko'rmaganimga ancha bo'lgan." "Yo'q, qanaqa tush ko'ribsan?" "Zo'r tush ko'ribman. Tushimda sizni ko'ribman." "Yo'q, tushingda nima qilibman? Bitta yashil olmani olibsiz-da, bitta tishlab menga beribsiz" desa, erimga qarab, boshni xotirma-xotin iPhone'ga pul yo'q turmushda. Malades, aziz. Qarsay bo'lsa, bu ham shogirdim. Voy, gul tashib yurgan bolalar ham qoyil qilyapti, Xudoga shukr.